do'stlar, bugun sizlar bilan Survival'da Ender Dragon'ni yo'q qilamiz. Bu narsani modlarsiz qilib bo'lmaganligi sababli biz bitta ikkita mod qo'shishga majbur bo'ldik. Bu qanday mod deysizmi? Buni video davomida ko'rib olasiz. Biz boshladik. Bizning maqsadimiz Ender Dragon'ni yo'q qilish. Video davomida aytib ketaman, like bosing, obuna bosing. Xo'p, biz ozgina ko'tarishimiz kerak. Yangi akkaunt ochganim uchun bu anchagina qiyin bo'lyapti, ham shu akkaunt tomonidan ham ancha murakkab. Biz bu videoda baza qurib o'tirmaymiz. To'g'ridan-to'g'ri borib Ender Dragon'ni chochib kelamiz. Shuning uchun ham tuproqdan epik narsa tushadigan mod o'rnatganman va men boshladim. Xo'p, men o'zimga kerak narsalarni olishga qaror qildim va mana bu urovin beradigan damlamalarni ham tashib yuborishga qaror qildim. Bu o'yinda baza qurib o'tirgim kelmadi, chunki bu mod bilan to'g'ridan-to'g'ri borib Ender Dragon'ni chochib ketsa bo'lishini albatta fahm qildim va narsalarni olishni boshladim. Va men bo'ldim, lekin videoni olib bo'lgandan keyin bir tenga qimmat. Bu afsuslanganim. Chunki skinimni qo'yish esimdan chiqibdi. O'zim yasagan skin bor edi. Ataylab shu videoga deb yasagan edim. Mayli, endi keyingi videolarda chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi maqsadimizni golem topish bilan boshlaymiz. Biz mana shu qishloqda golemini qidirib topib, desam o'zi yo'limizdan chiqib qolar ekan. Xo'p, golemni o'ldirsak, undan temir tushadi. Temirdan esa nayza yasasa bo'ladi. Yangi chiqqan versiyada o'zingiz ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. U nayzaga ozgina sehr qo'shsangiz ancha kuchli bo'ladi. Lekin xo'p, uni uraman deb ko'p ishlatib olsangiz tezroq tugab qolar ekan. Men uni Netherite versiyasidagisini ishlatib ko'rgan edim. 5-6 martasiga ham chidamadi, lekin normal uron oladi. Xo'p, keyin men uni o'ldirishga qaror qildim va orqamdan quvib kelyapti. Qochamiz, sekin qochamiz. Orada ayrim sabablarga ko'ra videoni kesishga to'g'ri keldi. Endi uni to'g'ri tushunsangiz ham noto'g'ri ish bo'lmasdi. Albatta uni o'ldiramiz. Qilich bilan chopsangiz ham ancha urur oladi. O'zim aytdim-ku, telefon qilib qoldi. Va uni o'ldirishga muvaffaq bo'ldik. Shu bilan ancha vaqtni tezlashtirib olsak, o'zimizga yaxshi bo'lar edi. Shuni deb tun qilib qo'ydim. Tun qilmadim. O'sha tun bo'lishini kutdim. Xo'p, endan bitta aka xonimiz asabni buzmoqchi. O'zicha menga kamon o'qtalib. Hozir enasini ko'rsatib qo'yishga qaror qilganim, lekin uyga kirib uxlagan yaxshi. Endigina uyga kirib uxlayman deganda
Uyda atrofida qandaydir birat aylanib yurgan ekan. Va u meni yonimdan Assalomu alaykum, brate. va u salom berdi-yu yo'q bo'lib qoldi. Keyin o'z ishlarimda davom etdim. Xayrli tun, bratlar. Va ertalab turganimda ko'chada shu ahvol edi. Hamma o'ynab yurgan edi. Keyin ular bilan ozgina o'ynamoqchi bo'ldim. Bratimiz ozgina qazig'ib qo'ydi o'xshaydi. Birdaniga yo'q bo'lib qoldi. O'zingiz ham ko'rdingiz. Ana yerda bittasi cho'milib yuribdi. Qodirali? Birazga tinchitgandan so'ng Ender portalini qurishga qaror qildim. Baribir o'xshamasligini bilganimdan keyin uni o'zim qidirishni boshlab yubordim va ko'z qaysi tarafga uchsa, o'sha tarafga uchib boraverdim. Keyin golemni o'ldirib, temirni olganim esimga tushib qoldi va men o'zimga yaxshigina nayza yasashga qaror qildim. Nayza yasab bo'lindi, uni ishlatilishini hozir ko'rasiz. Shuni bossangiz shunday bo'ladi, buni bossangiz bunday bo'ladi. Короче, o'rgansangiz o'rganib oldingiz, men ketdim. Xo'p, ko'zni olamizda yo'lga chiqamiz yana. Ko'z qayerga uchishini bilmayman. Bu tarafda ekan. Davay, boshladik.
To'g'ri, bu ko'p vaqt olganini bilaman, lekin siz bu videoni tark etishingizga hali erta, hali qiziq joylari oldinda va bu ancha ko'p vaqt oladi. Davay, yana boshladik. Bu yer qa'riga kirib ketishni boshladi va qayoqda kavlashdi ham sekin-sekin chamalab oldim. Mana shu tarafga kirar ekan. Bu golemni ham o'ldiray deyman-u, lekin menda nayzalar soni yetarli. Yana nimadirlar olay deyman-u, elementorium rosa to'lib ketgan. Baribir ko'z ochlik qiladi-da. Va uddaladik. Uni endi qidiramiz va nihoyat topdik. Endi ichkariga kiramiz. Bu ko'p vaqt olganligi sabab tezlashtirib yubordim. Boya aytganimdek, yana bitta skelet brat chiqib qoldi. Uni esa momosini Uchqo'rg'ondan ko'rsatvorib, inasinikiga jo'natvordim. Balkim momosinikiga ketib qolgandir, meni aldab. Bu Ender Drakonni portalini topish yomonam muammoda. Chiqib qoladi degan umiddaman. Yana orqaga qaytib ketishni boshladim. Pastga tushib ko'ray desam, boya tushganmikanman deb o'ylab qoldim. Ha, boya tushgan ekanman. Portlataymi deb ancha anaqa oldimda qo'yib chiqdim va bitta kamon otdim, o'xshamadi. Ikkinchisini ham otdim, ikkinchisi o'xshadi. Ana bu multikdagi maqoldan qilmoqchi edim-u, afsuski o'xshamay qolar ekan. Bir tepaga chiqib ko'ray degan edim, o'sha joyda ekan. 1000 marta aylandim deb o'yladim shu atrofda. Va bu
kalamushlarda chekpointni sindirib, bu yoqqa haligi videolardagidek ogohlantiruvchi tosh qo'ymoqchi bo'ldim, lekin o'xshamadi. Eshitishim bo'yicha buni qo'ygandan keyin bu yoqqa Herobin yaqinlasha olmasmish va o'zimizda ishimiz boshladik. Ayrim sabablarga ko'ra yana qotishni boshladi. Shuning uchun ozgina joyini kesib olib tashladim. Uzoq kutilgan onlar yetib keldi. Men endi anaqaga nima deyishini bilmadim. Ender Dragon'ni joyiga yetib keldim. Bu yerda mana bu so'qim akalarni ko'ziga qarasangiz, ko'zi qonga to'lib yoningizga kelib oladi. Men Ender Dragon'ni o'ldirishni boshladim. Keyingi videolarda omonlikda uchrashaylik. Keyin like bosish esdan chiqmasin. Bo'ptimi? Men endi kanalni kuchaytirishim kerak. Obuna ham esdan chiqmasin. Obuna bo'lish shart. Bu men uchun 1 gram bo'lsa ham foyda.